Anemiyani davolayapman deb holatni yomonlashtirib qo'ymayapsizmi? Anemiyani davolashda top 5 ta xato. Har qanday anemiyada temir preparatlarini qabul qilish, masalan, buyrak kasalliklari, yallig'lanish kasalliklari yoki bo'lmasa B12 vitamin tanqisligida. Tahlillarsiz dori boshlash. Temir zaxirasi ko'rilmasdan turib, hech qachon dori preparatini tavsiya qilmang. Gemoglobinni tez ko'tarishga harakat qilish, ayniqsa buyrak kasalliklarida juda xavfli hisoblanadi. Insult hamda tromboz xavfini keltirib chiqarishi mumkin. Davolashni yarim yo'lda qoldirish. Zaxira to'lmasa, anemiya qaytadi. Shuning uchun temir preparatlari yoki boshqa davolovchi vositalar 3 oydan 6 oygacha berilishi tavsiya etiladi. Asosiy kasalliklarni davolamaslik, masalan, buyrak, ichak kasalliklari yoki yallig'lanish kasalliklari. Anemiya bu sabab emas, balki belgidir. To'g'ri tashxis, to'g'ri davolash hisoblanadi. Shifokor nazoratisiz davolanmang.